Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomizning nomi bejizga bu videoni bir maygacha ko'ring deb nomlanmagan. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs bo'lsangiz yoki shunchaki yaqin kelajakda kichik biznes boshlashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki bir mayga qadar qabul qilishingiz shart bo'lgan bir qaror bor. Aks holda jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz, ortiqcha soliqlar to'lashga majbur bo'lishingiz yoki hatto qonunbuzarlik holatlariga tushib qolishingiz mumkin. Bu ma'lumot har birimizga tegishli va uni hoziroq bilib olishingiz shart. Vaqtingizni qadrlayman, shuning uchun darhol mavzuga o'taman. Ammo undan oldin kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Xo'sh, muammo nimada? Avvallari yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun soliq tizimi ancha sodda edi, lekin bir vaqtning o'zida ba'zi noaniqliklar va cheklovlar mavjud edi. Ko'p hollarda yakka tartibdagi tadbirkorlar qat'iy belgilangan soliqni yoki aylanmadan olinadigan soliqni to'lashar edi. O'zini o'zi band qilgan shaxslar esa faqatgina ijtimoiy soliqni to'lab, juda cheklangan faoliyat turlari bilan shug'ullanishlari mumkin edi. Aslida, bu tizim ko'plab xususiy tadbirkorlar va kichik biznes egalari uchun ba'zi muammolarni keltirib chiqardi. Ba'zilar qonuniy ravishda ro'yxatdan o'tishdan qochib, norasmiy ravishda ishlashni afzal ko'rishdi, chunki mavjud soliq yuklari va hisobot talablari ularga ogirlik qilardi. Boshqalar esa qaysi soliq rejimini tanlashni bilmay, xato qilishdi va natijada kerakmas to'lovlarni amalga oshirishdi. Masalan, oddiy sartarosh yoki poyabzal ta'mirlash ustasi ham it sifatida ro'yxatdan o'tib, bir qancha hisobotlar bilan shug'ullanishi kerak edi. Bu ularning asosiy ishidan chalg'itardi va ko'proq vaqt talab qilardi. Bu tizim juda ko'p byurokratik to'siqlarni keltirib chiqarganini inkor eta olmaymiz. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat kichik biznes va yakka tartibdagi tadbirkorlikni yanada qo'llab-quvvatlash, ularning faoliyatini soddalashtirish va norasmiy sektorni qonuniylashtirish maqsadida bir qator muhim qonunchilik o'zgarishlarini amalga oshirdi. Eng muhim o'zgarishlardan biri shundaki, ko'plab yakka tartibdagi tadbirkorlar va hatto avvallari hech qanday ro'yxatdan o'tmagan shaxslar uchun o'zini o'zi band qilgan shaxslar toifasiga o'tish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirildi va ularga bir qator imtiyozlar taqdim etildi. Bundan tashqari ayrim turdagi faoliyatlar uchun soliq yuki kamaytirildi yoki maxsus, soddalashtirilgan tartiblar joriy etildi. Asosiy o'zgarish shundaki, agar siz yangi shartlarga muvofiq o'z faoliyatingizni bir maygacha rasmiylashtirsangiz yoki mavjud soliq rejimingizni o'zgartirsangiz, siz katta moliyaviy yutuqlarga erishasiz va qonuniy himoya ostida bo'lasiz. Aks holda sizning soliq yukingiz oshishi, imtiyozlardan mahrum bo'lishingiz yoki hatto qonunchilik bilan bog'liq muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu aynan shunday vaziyatki, harakat qilish uchun belgilangan muddat bor va uni o'tkazib yuborishning oqibatlari og'ir bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz hozirgi soliq rejimingizni qayta ko'rib chiqishingiz va yangi, yanada foydali bo'lganiga o'tish haqida o'ylashingiz kerak. Ushbu yangi tartib nafaqat soliq yukini kamaytiradi, balki tadbirkorlik faoliyatini yuritishni ham soddalashtiradi, hisobot berishni ancha osonlashtiradi. Birinchi asosiy qism, kimlar bu o'zgarishlarni bilishi kerak, kimlar xavotirlanishi lozim va kimlar uchun bu muhim emas. Bu o'zgarishlar birinchi navbatda yakka tartibdagi tadbirkorlarga, it va o'zini o'zi band qilgan shaxslarga ta'sir qiladi. Shuningdek, hozirda norasmiy ravishda faoliyat yuritayotgan, lekin yaqin kelajakda o'z faoliyatini qonuniylashtirishni rejalashtirayotgan har qanday shaxs uchun ham bu ma'lumot nihoyatda muhim. Agar siz kichik biznes egasi bo'lsangiz, masalan, kichik do'kon, kafe, salon yoki ta'mirlash ustaxonasi egasi bo'lsangiz, sizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda hozirgi kunda it sifatida ro'yxatdan o'tgan va aylanmadan soliq to'layotgan yoki qat'iy belgilangan soliqni to'layotgan, ammo aylanmasi unchalik katta bo'lmagan tadbirkorlar. Ikkinchidan, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan, lekin aslida ularning faoliyat turi o'zgargan yoki yangi faoliyat turi bilan shug'ullanishni istayotganlar. Uchinchidan, umuman ro'yxatdan o'tmagan, lekin o'z faoliyatidan muntazam daromad olayotgan shaxslar.
Siz aynan bir maygacha yangi imtiyozli rejimga o'tishingiz kerak. Aks holda oldingi, kamroq foydali shartlarda qolishingiz yoki hatto norasmiy faoliyat uchun jarimaga tortilishingiz mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Yirik korxonalar, masalan, yuridik shaxslar, qistovlovchi korxonalar. Ularning soliq rejimlari boshqacha va bu o'zgarishlar ularga bevosita ta'sir qilmaydi. Shuningdek, byudjet tashkilotlarida ishlovchi oddiy xodimlar yoki to'liq rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlaydiganlar ham bu o'zgarishlardan tashvishlanishlari shart emas, chunki ular uchun soliqni ish beruvchi to'laydi. Keling, endi bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqamiz. Ular vaziyatni yanada tushunarli qilishga yordam beradi. Birinchi misol, mahalla tikuvchisi Mavluda opa. Mavluda opa 15 yildan beri uyida tikuvchilik bilan shug'ullanadi. U ilgari o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan edi, lekin uning ro'yxatdan o'tgan faoliyat turi hunarmandchilik edi. Tikuvchilik esa o'sha paytda o'zini o'zi band qilgan shaxslar ro'yxatida alohida ko'rsatilmagan edi. U yilda 300 so'm ijtimoiy soliq to'lar edi. Ammo uning mijozlari soni ortib, oyga o'rtacha 4-5 million so'm daromad topa boshladi. Soliq organlari tomonidan o'tkazilgan tekshiruvda uning faoliyati yakka tartibdagi tadbirkorlik deb baholanishi mumkin edi. Bu esa unga ancha og'ir soliq yukini qo'yishi mumkin edi. Agar u it sifatida ro'yxatdan o'tganida, masalan, oyga 1 million so'mdan ortiq daromad topsa, u aylanmadan 4 soliq to'lashi kerak bo'lar edi. Ya'ni 5 million so'mdan 200 so'm. Yiliga esa bu 2 million 400 so'mga yetadi. Endi esa yangi tartiblarga ko'ra tikuvchilik faoliyati ham o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun kengaytirilgan ro'yxatga kiritildi. Agar Mavluda opa bir maygacha o'z faoliyat turini tikuvchilik deb aniqlab, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida qayta ro'yxatdan o'tsa, u yiliga atigi 300 so'm ijtimoiy soliqni to'lashda davom etishi mumkin. Bu degani u ilgari it sifatida to'lashi mumkin bo'lgan 2 million 400 so'm o'rniga 300 so'm to'lab 2 million 100 so'm tejaydi. Eng muhimi, u qonuniy faoliyat yuritadi va hech qanday muammosiz mijozlarga xizmat ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, bu uning pensiya jamg'armasiga ham hissa qo'shishini ta'minlaydi. Ikkinchi misol, kichik kofe do'koni egasi Jasur. Jasur o'zining kichik shinam kofe do'koniga ega. U yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan va aylanmadan 4 soliq to'laydi. Uning oyiga o'rtacha aylanmasi 15 million so'm. Bu degani u har oy 600 so'm soliq to'laydi, yiliga esa 7 million 200 so'm. Uning bir nechta xodimi bor, ular rasman ro'yxatdan o'tgan va ularning maoshlaridan barcha soliqlarni to'laydi. Yangi o'zgarishlarga ko'ra, ma'lum turdagi umumiy ovqatlanish shoxobchalari, shu jumladan kichik kofe do'konlari uchun alohida soddalashtirilgan soliq rejimi joriy etildi. Bu rejim qo'shimcha qiymat soligisiz aylanmadan soliq tizimini nazarda tutadi va unda soliq stavkasi ba'zi hududlarda va shartlarda sezilarli darajada kamaytirilgan bo'lishi mumkin, yoki hatto qat'iy belgilangan yillik to'lov shaklida joriy etilishi mumkin. Agar Jasur bir maygacha ushbu yangi, soddalashtirilgan rejimga o'tish uchun ariza topshirsa, u nafaqat soliq stavkasini kamaytirishi, balki hisobot berish jarayonini ham sezilarli darajada soddalashtirishi mumkin. Masalan, agar uning faoliyati yangi tartibga ko'ra yillik 4 million so'm qat'iy belgilangan soliqqa o'tsa, u ilgari to'lagan 7 million 200 so'm o'rniga 4 million so'm to'laydi. Bu uning uchun yiliga 3 million 200 so'm tejash degani. Ushbu rejimga o'tish unga ko'proq erkinlik beradi, chunki u endi har oy aylanmasini hisoblab o'tirishga majbur bo'lmaydi va boshqa byurokratik jarayonlardan ham xalos bo'ladi. Faqatgina belgilangan muddat ichida tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish kerak. Uchinchi misol, Freelance It mutaxassis sayt. Sayt xorijiy kompaniyalar uchun veb-saytlar va mobil ilovalar yaratish bilan shug'ullanadi. Uning asosiy ishi internet orqali amalga oshadi va u asosan xorijiy valyutada to'lov oladi. Ilgari u bu daromadlarni rasmiylashtirishda katta qiyinchiliklarga duch kelardi. Ba'zida umuman ro'yxatdan o'tmasdan ishlardi. Bu esa kelajakda soliq organlari bilan muammolarga olib kelishi mumkin edi. Agar u it sifatida ro'yxatdan o'tganida xorijiy valyuta tushumlarini qayta ishlash, hisobot berish va tegishli soliq stavkalarini qo'llash ancha murakkab jarayon edi.
Bank orqali tushgan daromadlardan 4 aylanma soligi, ba'zida undan ham ko'proq soliq to'lashga majbur bo'lar edi. Uning oyiga o'rtacha daromadi 2000 AQSh dollari atrofida edi. Bu taxminan 25 million so'm degani. Undan 4 soliq to'lasa, oyiga 1 million so'm, yiliga esa 12 million so'm soliq ketardi. Yangi o'zgarishlarga ko'ra, it sohasidagi o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun maxsus soliq rejimi joriy etildi. Bu rejimda agar u o'z faoliyatini dasturiy ta'minot ishlab chiqish yoki it xizmatlari sifatida ro'yxatdan o'tkazsa, u yanada kamroq soliq to'lashi mumkin. Ba'zi hollarda it park rezidenti sifatida ro'yxatdan o'tgan holda, ular soliqdan to'liq ozod qilinishi yoki minimal soliq stavkalarida ishlashi mumkin. Agar Said bir maygacha o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida it sohasidagi tegishli faoliyat turi bo'yicha ro'yxatdan o'tsa, u yiliga atigi 300 so'm ijtimoiy soliq to'lab, qonuniy ravishda faoliyat yuritishi mumkin bo'ladi. Bu uning uchun yiliga 11 million 700 so'mdan ortiq mablag'ni tejash degani. Eng muhimi, u rasmiy daromadga ega bo'ladi. Bu unga kredit olish, bank xizmatlaridan foydalanish va kelajakda pensiya olish imkoniyatini beradi. Shuningdek, xalqaro mijozlar bilan ishlashda ham uning rasmiy maqomi ishonchlilikni oshiradi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, ehtimoliy tuzoqlar va ko'zdan yashirin jihatlar. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu yangi tartiblarda ham ba'zi istisnolar va e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar mavjud. Istisnolar. 1. Katta aylanmaga ega itlar. Agar sizning yillik aylanmangiz ma'lum bir chegaradan, masalan, 100 million so'mdan oshsa, sizning it maqomingiz o'zgarmaydi, lekin siz yagona soliq to'lovchi yoki qiz to'lovchisi sifatida ishlashingiz kerak bo'lishi mumkin. Yangi soddalashtirilgan o'zini o'zi band qilgan shaxs rejimi bunday katta aylanmaga ega tadbirkorlar uchun mo'ljallanmagan. Ularga boshqa soliq rejimlari qo'llaniladi va ular uchun bu o'zgarishlar bevosita ahamiyatga ega emas. 2. Yuridik shaxslar, kichik yoki o'rta yuridik shaxslar, yanimchilar, aksiyadorlik jamiyatlari va hokazolar uchun bu o'zgarishlar to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Ular uchun o'z soliq rejimlariga amal qilishda davom etiladi. Bu faqat jismoniy shaxslarning tadbirkorlik faoliyatiga oid o'zgarishlardir. 3. Ba'zi litsenziyalangan faoliyat turlari. Agar sizning faoliyatingiz litsenziyalashni talab qilsa, masalan, dori vositalarini sotish, xususiy notarial faoliyat, ayrim transport xizmatlari, sizning holatingiz individual ravishda ko'rib chiqilishi kerak. O'zini o'zi band qilgan shaxslar ro'yxatida litsenziyalanadigan faoliyat turlari juda kam. Bunday hollarda it sifatida qolish yoki boshqa yuridik shaklda faoliyat yuritish afzalroq bo'lishi mumkin. Har doim tegishli litsenziyalash talablarini tekshirishingiz kerak. Ehtimoliy tuzoqlar va ko'zdan yashirin jihatlar. 1. Faoliyat turini noto'g'ri tanlash. Bu eng keng tarqalgan xatolardan biridir. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun ruxsat berilgan faoliyat turlari ro'yxati juda kengaygan bo'lsa-da, u baribir cheklangan. Agar siz ro'yxatda bo'lmagan faoliyat turi bilan shug'ullansangiz va o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazsangiz, bu qonunbuzarlik hisoblanadi. Masalan, siz qandolat mahsulotlari tayyorlash bilan shug'ullanasiz va o'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazdingiz. Agar siz kichik bir do'kon ochib, sotuvchi yollasangiz, siz endi it yoki kichik korxona bo'lishingiz kerak. Faoliyatingizni to'g'ri baholang va ro'yxatdagi aniq nomga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar ro'yxatda faoliyatingiz bo'lmasa, it sifatida ro'yxatdan o'tish haqida o'ylashingiz kerak. 2. Muddatni o'tkazib yuborish. Bir may muddati juda muhim. Agar siz ushbu muddatgacha yangi rejimga o'tishni rasmiylashtirmasangiz, siz avtomatik ravishda oldingi, kamroq foydali soliq rejimida qolasiz yoki norasmiy faoliyatingiz uchun jarimalarga tortilishingiz mumkin. Bu degani siz tejashingiz mumkin bo'lgan pullarni tejamaysiz va ba'zida hatto qo'shimcha to'lovlar qilishga majbur bo'lasiz. Bu muddat shunchaki tavsiya emas, balki qonuniy talabdir. 3. Ijtimoiy soliq va pensiya. O'zini o'zi band qilgan shaxslar har yili ijtimoiy soliq to'laydilar. Bu soliq miqdori pensiya jamg'armasiga o'tkaziladi va kelajakda sizning pensiya ta'minotingiz uchun asos bo'ladi. Ko'pchilik bu soliqni shunchaki majburiy to'lov deb biladi, ammo aslida bu sizning kelajagingizga kiritilgan investitsiyadir.
Shuningdek, bu ijtimoiy himoyaning muhim qismidir. Agar siz ijtimoiy soliqni to'lamasangiz, kelajakda pensiya olishda muammolar paydo bo'lishi mumkin. 4. Xodim yollash. O'zini o'zi band qilgan shaxs xodim yollay olmaydi. Agar sizda xodimlar bo'lsa, siz avtomatik ravishda yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs bo'lishingiz kerak. Bu juda muhim nuqta. Agar siz o'zini o'zi band qilgan shaxs bo'la turib, bitta bo'lsa ham xodim yollasangiz, bu qonunbuzarlik hisoblanadi va jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, jarimalar va barcha to'lanmagan soliqlarni hisoblash. Agar sizda yordamchilar bo'lsa, ular ham o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishlari yoki siz ularni it sifatida rasmiy ravishda yollashingiz kerak bo'ladi. 5. Bank hisob varaqlari va to'lovlar. O'zini o'zi band qilgan shaxslar o'z faoliyati uchun jismoniy shaxsning bank kartasidan foydalanishlari mumkin, ammo barcha to'lovlar faoliyat bilan bog'liq bo'lishi kerak. Katta miqdordagi tushumlarda bank savollarga ega bo'lishi mumkin. Yaxshisi, alohida bank hisob varagini ochish yoki bank bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Yuridik shaxslar va itlar uchun esa albatta alohida korporativ bank hisob varaqlari talab etiladi. 6. Savdo do'konlari va chakana savdo. Agar siz yirikroq do'kon ochib, unda bir nechta xodim bilan chakana savdo qilmoqchi bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs maqomi sizga to'g'ri kelmaydi. Bunday holatda it yoki kimchi sifatida ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. O'zini o'zi band qilgan shaxslar asosan xizmat ko'rsatish va kichik miqyosdagi hunarmandchilik bilan shug'ullanuvchilar uchun mo'ljallangan. Praktik tavsiyalar: siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Harakat rejangiz qanday bo'lishi kerak? Bir maygacha qanday aniq qadamlar qo'yishingiz lozim? Birinchi qadam: o'z faoliyatingizni aniqlang va uni soliq qonunchiligiga muvofiqligini tekshiring. Eng avvalo, siz hozirda qaysi faoliyat turi bilan shug'ullanayotganingizni aniq belgilashingiz kerak. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, faoliyatingizni aniq bir nom bilan atay oling. Masalan, uyda tort pishiraman, sartaroshlik bilan shug'ullanaman, avtomobil ta'mirlayman. Keyin Soliq kodeksining 369 moddasi 2-qismining 2 bandida nazarda tutilgan o'zini o'zi band qilgan shaxslar faoliyat turlari ro'yxatini diqqat bilan o'rganib chiqing. Bu ro'yxat Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari bilan tasdiqlanadi va muntazam ravishda yangilanadi. Sizning faoliyatingiz ushbu ro'yxatga kiritilganmi? Agar faoliyatingiz shu ro'yxatda bo'lsa, siz o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Agar ro'yxatda bo'lmasa, siz yakka tartibdagi tadbirkor, it sifatida ro'yxatdan o'tish variantini ko'rib chiqishingiz kerak. Itlar uchun ham soddalashtirilgan soliq rejimlari mavjud bo'lishi mumkin. Ularni ham o'rganish muhim. Ikkinchi qadam: agar ikkilanayotgan bo'lsangiz, soliq maslahatchisi yoki Davlat soliq qo'mitasi xodimiga murojaat qiling. Agar siz qaysi toifaga kirishingizni yoki qaysi soliq rejimini tanlashni bilmasangiz, mutaxassis yordamiga murojaat qilishdan tortinmang. Davlat soliq qo'mitasining hududiy bo'limlarida doimiy ravishda bepul maslahatlar beriladi. Siz shaxsan tashrif buyurishingiz, elektron pochta orqali yoki telefon orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ko'pgina viloyatlarda va tumanlarda soliq inspeksiyalarining o'z axborot markazlari yoki call centerlari mavjud. Ularning telefon raqamlarini Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti solib.uz orqali topishingiz mumkin. Bundan tashqari, pullik soliq maslahatchilari ham sizga to'g'ri yo'nalish berishlari mumkin. Odatda bir marta maslahat olish juda qimmatga tushmaydi, ammo u sizni kelajakdagi jiddiy muammolardan xalos qiladi. Maslahat olishda faoliyatingizning barcha tafsilotlarini, daromadlaringiz hajmini, xodim yollaganligingizni yoki yo'qligingizni aniq tushuntiring. 3-qadam: ro'yxatdan o'tish jarayonini boshlang. Agar siz o'z faoliyat turini aniqlagan bo'lsangiz va qaysi toifaga kirishingizni bilsangiz, darhol ro'yxatdan o'tish jarayonini boshlang. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish uchun. Bu jarayon juda oddiy va asosan onlayn tarzda amalga oshiriladi. 1. Mi.gov.uz portali orqali eng qulay yo'li Mi.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kirishdir. U yerda o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish xizmatini toping. 2. Soliq mobil ilovasi orqali Davlat soliq qo'mitasining maxsus mobil ilovasini yuklab olishingiz va u orqali ham ro'yxatdan o'tishingiz mumkin.
Bu juda qulay va tezkor usul. 3. Shaxsan davlat xizmatlari markazlarida agar onlayn ro'yxatdan o'tishda qiynalsangiz, yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga DXIM pasportingiz bilan murojaat qilishingiz mumkin. U yerdagi xodimlar sizga hujjatlarni to'ldirishda va ro'yxatdan o'tishda yordam berishadi. Sizga faqat pasport ma'lumotlaringiz va TIN, soliq to'lovchining identifikatsiya raqami kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng sizga maxsus guvohnoma beriladi. Bu sizning rasmiy maqomingizni tasdiqlaydi. Ro'yxatdan o'tish jarayoni odatda bir necha daqiqa ichida amalga oshadi. Yakka tartibdagi tadbirkor IT sifatida ro'yxatdan o'tish uchun 1. Mi.gov.uz portali orqali, yana Mi.gov.uz portali orqali yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish xizmatini tanlaysiz. 2. Davlat xizmatlari markazlarida shaxsan TXIMga murojaat qilib, siz IT sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Sizga pasport, TIN kerak bo'ladi. Agar sizda muhr bo'lsa, uning ma'lumotlari ham kerak bo'lishi mumkin. Ammo hozirda ko'plab itlar uchun muhr majburiy emas. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng sizga IT guvohnomasi va soliq to'lovchining hisob varaq raqami beriladi. Shundan so'ng siz o'zingiz uchun eng maqbul soliq rejimini tanlashingiz kerak bo'ladi. Masalan, aylanmadan soliq yoki qat'iy belgilangan soliq. Bu tanlovni bir maygacha amalga oshirish juda muhim. Agar siz hech qanday tanlov qilmasangiz, avtomatik ravishda umumiy soliq rejimiga o'tishingiz mumkin. Bu esa eng og'ir soliq yukini keltirib chiqaradi. 4-qadam soliq rejimini tanlash va bir may muddatini esdan chiqarmaslik. Agar siz IT sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz yoki o'z faoliyat turining o'zgarishi sababli itga aylanishingiz kerak bo'lsa, sizning oldingizda yangi soliq rejimini tanlash masalasi turadi. Agar siz o'z aylanmangiz va faoliyat turini hisobga olgan holda eng foydali soliq rejimiga o'tishga qaror qilgan bo'lsangiz, buni bir maygacha rasmiylashtirishingiz shart. Buning uchun siz Davlat soliq qo'mitasining elektron xizmatlari portalida yoki shaxsan soliq inspeksiyasiga borib, tegishli arizani topshirishingiz kerak. Odatda bu soliq rejimini o'zgartirish yoki yangi soliq rejimini tanlash shaklida bo'ladi. Agar siz shu muddatgacha murojaat qilmasangiz, siz avtomatik ravishda oldingi soliq rejimida qolasiz yoki boshqa, kamroq foydali soliq rejimi qo'llaniladi. Bu juda muhim nuqta. Masalan, agar siz ilgari umumiy soliq tizimida bo'lgan bo'lsangiz va aylanmadan soliqqa o'tish imtiyozidan foydalanishni istasangiz, bu tanlovni bir maygacha amalga oshirishingiz kerak. Bu shunchaki bir byurokratik jarayon emas, balki sizning biznesingiz va kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun nihoyatda muhim qadamdir. Ushbu imkoniyatdan foydalaning va faoliyatingizni qonuniylashtirish yoki soliq yukini kamaytirish orqali o'zingizni va biznesingizni himoya qiling. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, umid qilamanki, ushbu video siz uchun nihoyatda foydali bo'ldi va siz bir maygacha qabul qilishingiz kerak bo'lgan muhim qarorlar haqida yetarli ma'lumot oldingiz. Yodingizda tuting, bu shunchaki bir sana emas, balki sizning moliyaviy ahvolingiz va qonuniy maqomingiz uchun muhim chegara. Harakat qiling, o'rganing, murojaat qiling va eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Kechikish har doim ham zararli bo'lmasa-da, bu vaziyatda kechikish sizga katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Fikrlaringizni, savollaringizni va boshqa masalalar bo'yicha takliflaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qishga harakat qilaman va ularga javob beraman. Ushbu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu bizga yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda yordam beradi. Sog' bo'ling va tadbirkorlik faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilayman.